Bepulga ekonom pechka yutib olsalar bo'ladi. Bunaqasi bo'lmagan, shundan bitta obunachimizga beramiz. Qaranglar, 1200 gradusga chidaydigan ekonom pechkalar bo'ladi, kraskasi. Bunaqasi bo'lmagan. Narxlari sezilarli darajada qaranglar, 590 ming so'mdan sifati eng zo'ri bo'ladi. 25-dekabrgacha katta aksiya qilingan. Bitta donani qanaqa holatda yutib olamiz deganlarga akamiz profilga obuna bo'lasiz va bizga kommentariyada o'z nomeringizni qoldiradigan bo'lsangiz, bitta odamga beramiz. Undan tashqari pechkalarimiz sezilarli darajada arzon sotishyapti. Sababi zavod o'zlarida narxlarga keladigan bo'lsak, bir oshdan aytamiz, qaranglar. Ba'da 590 ming so'm, 890 ming so'm, 650 ming so'm, 690 ming so'm. Bu razmeriga qarab turib, sifatiga qarab, undan tashqari funksiyalariga qarab ketaveradi. Eng asosiysi ekonom bo'ladi, materiallar qalin bo'ladi, hech qachon o'zi keltirilmagan. Bu tomonda qaranglar, hoki ko'mirga ham yonadigan eng zo'r sifatli o'tin tapini masalan ketaveradi. Ravshanbekdan oldim salam bo'ladi. Eng asosiysi объемdan muammo yo'q. Shuni telefon qilasiz, sira chiqarib berlar yo joylardan olib ketasiz. Pastda nomerlar qoldirdik, chiqaverasizlar.